2014-yili Amerikaning Boston shahrida tibbiy tadqiqotlarni tamomlagandan keyin Urumchiga qaytib kelgan Uyg'ur ziyoli Imomjon Ibrohimning 2017-yili tutib ketilib, yig'ilish lageriga qamalganligi bildirildi. İmomjon Ibrohimning chet eldagi do'stlarining yordam bilan o'qish fursatiga erishganligi va chet elga mengishga tayyorlik qilayotganda Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilganligi o'ttirg'i chiqdi. Erkin Asiya radiosining xabarida aytilishicha, 2014-yildan buyon ko'p qitim tadqiqot bilan Yaponiyaga berib kelgan Imomjonning 2017-yilgacha chet eldagi kasbdoshlari bilan WeChat orqali aloqalashib turganligi ma'lum. 2017-yildan buyon 3 milliondan ortiq Uyg'ur Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan xohlagancha tutqun qilinib, yig'ilish lagerlariga qamaldi. Ularning orasida nurg'unlagan Uyg'ur akademiklar, tadqiqotchilar, san'atkorlar va korxonchilar bor. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 23 mart Xitoyning Yunnan o'lkasidan Sharq Turkistonning Orol shahriga nurg'un Xitoy maxsus aeroplan bilan turkumlab ko'chirib kelingan. Shuning bilan birga 24 mart yana bir turkum Xitoylar 9 aeroplan bilan Xotanga olib kelingan. Bu vaqtdagi sin ko'rinishlarda ularni qarshi elishga chiqqan doiralarning ularga haqsiz ta'minlab bergan uylarning oshqishlarini berganligi ko'rsatildi. Bu ko'rinishlarni Xitoy ommaviy taratqularda tarqatgan. Boshqa Xitoylar bo'lsa Sharq Turkistonga ko'chib kelishga tashviq qilib, bu yerda haqsiz uy va yer beradiganligi, yaxshi xizmatga o'rlashtiradiganligini aytishgan. Xitoy hokimiyati bir tarafdan Uyg'urlarni namoratlikdan yo'qotish nomida majburiy holda Xitoyga yo'tkab, majburiy emgak silish bilan birga yana bir tarafdan Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chirib kelishga tashviq qilib, nopis qurilmasini o'zgartmoqda. Xitoyda Wuhan virusi sababli shaharlar qamal qilinib, ko'chaga chiqish cheklangandan keyin 3-oyda ajrashadiganlarning nisbatida oshish ko'rilgan. Egilinishcha Xitoyda nurg'un shaharda kishilar uylariga qamal qilingandan keyin ajrashadiganlar nisbati ro'shan oshgan. Bloomberg torining xabarida oiladagi zo'ravonlik voqealarining kuchayganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoyning o'tir qismidagi Xi'an va Sichuan o'lkalarida sud mahkamasiga ajrish iltimos sunganlarning soni rekord xarakterlik oshgan. Bloombergga so'z qilgan Shanxaylik Li familiyalik bir advokat qamal qilish oxirlashgandan keyin o'zi qabul qilgan ajrish da'volari 25% ko'paygan. Yana bir tarafdan Xitoyda yaqinqi 15 yilda ajrish nisbatining 3 oshganligi ma'lum. Xitoyda hukumatning Wuhan virusiga doir haqiqiy ahvolni yoshirganligiga doir gumonlar kuchaymoqda. Angliya kundalik pochta gazeti e'lon qilgan yangi bir dokladda Xitoyning Wuhan virusi sababli hayotidan ayrilganlar sonini zo'r darajada yoshirganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Dokladda Xitoyda aslida o'lganlar sonining 40 mingdan ortiq ekanligi, har kuni 500 oilaga o'lib ketgan tuqqanlarning faqat jasad kulining topshirib berilayotganligi aytilgan. Xitoy Wuhan virusi sababli o'lganlarning jasadini ko'mishni cheklab, ko'ydirilayotganligi uqtirilgan. Wuhandagi jasad ko'ydirish o'rinlari 7 kun 24 soat ochiq bo'lib, har kuni 500 oilaga o'lguvchilarning jasad kunlarining topshirib berilayotganligi ilgari surilmoqda. Ommaviy taratqularda Wuhandagi 7 jasad ko'ydirish maydonidan har kuni 3500 kishining jasadi chiqadiganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Xitoy yaqinda Volkochsi jurnali, New York vaqt gazeti va Washington pochta gazetining Xitoydagi xizmatchilarini qo'g'lab chiqargan edi. Buning Xitoyning Wuhandagi ahvolning dunyoga oshkorlanib qolishidan qo'rqqanligi bu munosabatli ekanligi ilgari surilmoqda. Xitoyning Sichuan o'lkasida yuz bergan o'rmon o't ofatida 19 nafar o't o'chirish xodimining o'lganligi xabar qilindi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Shijiang shahri doiralari oldingi kuni soat 16 da bir dehqonchilik maydonida yuz bergan o't ofatining shamol ta'siri bilan tog'liq rayoniga shiddat bilan yomg'irganligini bildirgan. Aytilishicha, o't o'chirishga qatnashgan bir atraf tuyuqsiz shamol yo'linishining o'zgarishi sababli bir joyda qapsilib qolgan. Oxirda 18 nafar o't o'chirish xodimi va bir yo'l boshlig'ichining jasadi topilgan.